Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti yashil iqtisodiyot kafedrasi professori Ro'ziyeва Dilobor Isamjonovna. Bugun siz bilan biz sanoat iqtisodiyot fanining birinchi mavzusi, ya'ni sanoat iqtisodiyot fanining predmeti va vazifalari deb nomlangan mavzu bilan tanishamiz. Bu fanimizni birinchi rejalari quyida keltirilgan 4 rejadan iborat. Bunda biz bevosita sanoatning iqtisodiyotda tutgan o'rni, uni boshqa fanlar bilan bog'liqlik holati, metodologik usullari va fanning vazifalari bilan to'xtalib o'tamiz. Va bizning fanimizga taalluq bo'lgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Bizga ma'lumki, mana bugungi kun davlat siyosat darajasida qaraydigan bo'lsak, sanoatga davlat da juda katta e'tibor qaratilyapti. Shuning uchun prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan aytilgan so'zlarga e'tiborni qaratmoqchiman. Davlatni rivojlanishi borasida bugungi kunda strategiyalarimiz o'z amalda ijrosini ko'ryapmiz. Strategiyalarimiz qabul qilindi. Bu 2030 strategiyasida, O'zbekiston 2030 strategiyasida davlatimiz rahbari tomonidan iqtisodiyotni, real sektorni rivojlantirish, ya'ni uni 2030-yilgacha bo'lgan yangi texnologiya asosida rivojlantirishga xizmat qilishi borasidagi fikrlarni keltirib o'tmoqchiman. Bundan tashqari bizga O'zbekiston 2030 strategiyasidagi asosiy g'oyalar bizni fanimizni bevosita harakatga keltiruvchi asosiy vazifalari bilan harakatga keltiruvchi kuch bo'lib ishlaydi. Chunki bunda birinchi biz barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadning o'rtacha yuqori bo'lgan davlatlar qatorida o'rin oldirishi, aholini talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoyalar bilan bog'liq bo'lgan tizim tashkil qilishi, aholi uchun qulay bo'lgan ekologik sharoitlarni yaratish, xalq xizmatidagi adolat va zamonaviy davlatni barpo etish va mamlakatning suvereniteti va xavfsizlik holatini ta'minlash deb belgilangan g'oyalari bizni bugungi sanoat iqtisodiyot fani talabalariga o'qitish jarayonida bevosita vazifalarni belgilab olishda bizda asosiy yordamchi bo'ladi. Bundan tashqari strategiyamiz 5 ta asosiy yo'nalish slaydda keltirilgan va strategiyamizda biz asosiy ko'zlangan vazifalarni keltirib o'tganmiz va bunda ko'proq e'tiborni ikkinchi barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash deb nomlangan ikkinchi yo'nalishiga e'tibor qaratishlaringizni so'rardim. Chunki bu yerda biz albatta mamlakat iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulotni 100 milliard dollargacha yetkazish va uning aholi jon boshiga ko'rsatadigan ko'rsatkichlari 4000 dollarga yetkazish borasida aytilgan gaplar yoki sanoatni ishlab chiqarishni, sanoat orqali ishlab chiqariladigan texnologik mahsulotlar ulushini 25% dan 32% ga yetkazish borasidagi aytib o'tgan fikrlari, iqtisodiyotda nodavlat sektorni ulushini 85% ga chiqarish, qayta ishlash sanoat korxonalarini unumdorligini 2030-yilgacha 2 barobarga oshirish kabi vazifalar belgilab berilganligi bu meni yuqorida aytib o'tgan fikrlarning isbotidir. Bizga ma'lumki, davlatimiz rahbari bevosita mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish borasida sanoatni tutgan o'rnini ko'rsatishda muntazam ravishda o'z qarorlari, farmonlari va aholi bilan joylarda real sektor vakillarining uchrashuvlari borasida vazifalar va ularning ijrosini ta'minlab berish borasida fikr mulohazalar berib borayotganligini talabalarga albatta bugun yetkazishimiz kerak. 2024-yil makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilganda 2024-yil rivojlanish bo'yicha vazifalar belgilanish jarayonida biz aytib o'tdilarki, 2023-yilda aholi yalpi ichki mahsulotni kamida 6% ga ko'paytirish, ya'ni 100 milliard dollarga yetkazish, bunda sanoatni ulushi 6%, qo'shilgan qiymatda yaratilgan mahsulotlar 40% ga yetganligini ta'kidladi va 2024-yilda bu ko'rsatkichni mahsulot tannarxini 15% ga kamaytirgan holda sanoatni ulushini 7% ga oshirish va qo'shimcha yaratiladigan qo'shimcha qiymat mahsulotlarini 45% ga yetkazish borasida fikrlarni aytib o'tgan edilar. Uni ijrosi sifatida 2024-yil yakunlariga ko'ra mahsulot tannarxi 15% ga kamayishi, sanoatni 7,7% ga oshishi va qo'shimcha yaratiladigan qiymatda 45% va qo'shimcha qiymat yaratilganligi buni isbot sifatida bizning statistik ma'lumotlarimizda keltirilgan. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida albatta belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarda yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish, ya'ni aholi jon boshiga daromadni 1 milliard dollarga yetkazish, bunda energetika, suv, infratuzilma resurslari bilan ta'minlanish holatlariga yoki yirik inflyatsion ko'rsatkichni 5% ga darajasiga tushirish, ya'ni bu borada davlatimiz rahbari 2023-yilda inflyatsiyani 5% ga targetlash to'g'risida yuqorida qaror farmonlari bor edi.
buni ijrosini ta'minlash borasida xabarimiz bor. Bizga pandemiya, ya'ni koronavirus 19 da bo'lgan holatlar o'zini salbiy ta'sirini o'tkazdi. Buning natijasida hozirgi kunda yana qat'iy belgilangan chora-tadbirlar belgilanib, inflyatsiyani 5-6% darajaga tushirish borasida asosiy vazifalar kiritildi. Bundan tashqari, qulay mamlakatda investitsion muhitni yaratish, ishbilarmonlik muhitini shakllantirishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan vazifa sifatida belgilab berildi. Pul kredit siyosatini amalga oshirish borasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiya hajmini, albatta bugungi kunda raqamlashtirilgan iqtisodiyot bo'lgandan keyin sanoat korxonalariga kiritiladigan investitsiya hajmi, ularni kompyuterlashtirish bilan bog'liq bo'lgan holatlaridagi juda katta ulushini oshirish borasidagi fikrlar 2030-yilgacha qadar iqtisodiyotni hajmini 2 barobar oshirish borasidagi belgilangan vazifalarda o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Sanoat iqtisodiyoti fanni to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu fanni o'zi nima sababdan biz sizga o'qitamiz? Chunki bizning talabalarimiz sanoat iqtisodiyoti fanini o'qish orqali bugungi kundagi mamlakat iqtisodiyotiga bo'ladigan iqtisodiy holatdan xabardor bo'lish kerak. Sanoat iqtisodiyotida yuz beradigan har bitta iqtisodiy resurslarni, xom ashyolarni, tayyor mahsulot bo'lgungacha bo'ladigan jarayonlarni, bunda bo'ladigan asosiy vazifalarni, ustuvor yo'nalishlarni va ularni amaliyotda qo'llay olish, bilish ko'nikma, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu uchun biz birinchi navbatda sanoatni o'ziga to'xtalib o'tishimiz kerak. Sanoat tafsil to'g'risida gapirsak, bu sanoat, bu xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, energiya va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki aholiga xizmat ko'rsatish korxonalarida bevosita majmuasi ekanligini aytib o'tishimiz mumkin. Biz albatta bugungi kunda sanoat iqtisodiyoti to'g'risida gapirganimizda, sanoatni bugungi kunda iqtisodiyotda tutgan o'rniga alohida tahlilga to'xtalib o'tishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan 2025-yil 1-yanvar holatdagi, ya'ni 2024-yil 2020-24-yillardagi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yalpi ish mahsulotdagi ulushini agar olib qaraydigan bo'lsak, yillar kesimida 2020-yilda 24-yilgacha tahlil keltirsak, 2020-yilda bizda sanoat 26% ni tashkil qilgan bo'lsa, 24-yilga kelib 26.4% tashkil qilyapti. 2023-yilda bu ko'rsatkich 25.3% tashkil qilgan. Yoki bo'lmasam buni o'sish tarmoqlaridagi hissasiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'tgan yilga qaraganda 0.2% ga o'sish holati, ya'ni o'tgan 1.5% ga o'sish oshgan edi, bu yil 1.7% ga oshganlik holatini ko'rishimiz mumkin. Demak, bugungi kunda sanoatni rivojlanishiga davlat tomonidan juda katta e'tibor qaratilayotgan ekan. Bu iqtisodiyotni harakatga keltiradigan driver kuchlardan biri bo'lib hisoblanadi. Biz sanoatni o'rganish jarayonida birinchi navbatda sanoatni o'z turga bo'linganligini ko'rib olamiz. Chunki biz sanoatni turlari bo'yicha iqtisodiyotni rivojlanish bosqichlarini ko'ramiz va bunda e'tibor bersangizlar, tog'qon sanoati va ochiqqonlar bilan ishlash sanoati birinchi, ikkinchisi qayta ishlash sanoati, uchinchisi elektr, gaz, bug' bilan ta'minlanish holati, havo kondensati korxonalari va suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi va chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish bilan bog'liq bo'lgan 4 ta turni o'rganamiz. Bu jarayonda juda katta ulushni qayta ishlash sanoati o'z ichiga oladi. Buni alohida e'tibor berishlarini so'raymiz va keyingi slaydimizda ham bu borada keltirilgan. Sanoatda ishlab chiqarish tarkibini, albatta eng katta ulushini qayta ishlash korxonasiga to'g'ri kelib, bugungi kunda 307.8 trillion so'm, ya'ni jami ishlab chiqarishdagi ulushini 83.2% ga bu to'g'ri kelayotganligi slaydimizda keltirib o'tilgan. Va bu yerda respublikamiz bo'yicha yetakchilik qiladigan viloyatlar kesimida tahlil qilingan. Sanoat iqtisodiyoti fanining albatta maqsadi bo'lajak iqtisodchilarga qanday qilib sanoat korxonalarida ishlab chiqarish tashkil qilish, qanaqa qilib rejalashtirish, ularni boshqarish vazifalarini yetkazish, bundan tashqari korxonalardagi mavjud bo'lgan ortiqcha xarajatlarni kamaytirish, qanday qilib korxonaning daromadini oshirish, rentabel samaradorlikni oshirish borasidagi va korxonaga qanaqa qilib investitsiyalarni jalb qilish borasida, korxonaning iqtisodiy xavfsizligini qanday saqlash, tijorat siri qanday bo'lishi, qanday saqlanadi korxonada, bular to'g'risida umumiy tushunchalar, bilim ko'nikmalar berilishi uni asosiy maqsad qilib belgilangan. Sanoat iqtisodiyoti fanining albatta biz uni predmeti va vazifalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu albatta sanoat iqtisodiyoti fanining predmeti bu ma'lum bir obyektiv iqtisodiy qonunlarga, zaruriy qoidalarga, shu sohada ularning namoyon bo'lish shakllariga yoki sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonida jonli va buyumlashgan mehnatning eng optimal xarajatlari asosida yaqin natijalarga erishishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadigan va omillarni o'rganish jarayonlari bu sanoat iqtisodiyoti fanining predmeti bo'lib hisoblanadi. Uni vazifalarida albatta biz korxonaning rolini, uni xatti-harakatlarini va davlat idoralari bilan bog'liq bo'lgan o'zaro aloqadorlik holatlarini,
uning tashkiliy tuzilmasini, boshqaruv mexanizmlarini, korxonani rejalashtirish, prognozlashtirish, korxonaga innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan holatlar, korxonaga investitsiya jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan va shunga o'xshagan resurslardan tejamli foydalanish bilan bog'liq bo'lgan asosiy vazifalarni bajarish buni asosiy muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Va bugungi kunda biz o'tadigan fanimiz quyidagi slaydda keltirilgan bir qator iqtisodiy fanlar bilan uzviy bog'liq. Sanoat iqtisodiyoti fanini o'rganish metodologiyasini biz albatta siz bilan ko'rish jarayonimizda birinchi navbatda metodologiya bu tadqiqot yoki bilish, anglash yo'li, voqelikni amaliy va nazariy o'zlashtirish usullarining majmuasi deb aytamiz. Sanoat iqtisodiyoti fanimiz albatta ma'lum bir o'zimiz iqtisodiy bilimlar bilan qurollantirib, ularni albatta amalda qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiyotni ishlab chiqarish orqali metodologiyasini o'rganishimiz mumkin. Sanoat iqtisodiyoti fanini o'rganish jarayonida biz turli xil usullardan foydalanamiz. Buni o'zimiz slaydimizga keltirib o'tganmiz. Analiz, sintez, muzohada, taqqoslash kabi usullar bilan buni biz bevosita ko'rib olishimiz mumkin. Va bu fanimizning vazifalari albatta har qanday fan kabi sanoat iqtisodiyoti fani ham uni o'zini ilmiy qarashlari va nazariyalariga biroz tayangan holda amalga oshiriladi. Yana sanoat sohasidagi taalluqli bo'lgan iqtisodiy bilim ko'nikmalarini qurollantirish, ikkinchidan mana biz albatta iqtisodiyotni bizgacha ma'lum bo'lgan va bizdan keyin tahlil jarayonlar asosida bizni shakllantirgan tadqiqot natijamizdagi sir asrorlarni o'rganishimiz yoki bo'lmasam iqtisodiy tushunchalarni tafsilotlarni real iqtisodiy voqeliklar asosida ularni uyg'unlashtirib borish va ishlab chiqarish san'atini egallash bo'yicha ma'lum bir bilim ko'nikmalarini shakllantirish orqali vazifalarni amalda ijrosini ko'ramiz va quyidagi vazifalarda biz bevosita ularni namoyon bo'lish shakllarini keltirganmiz. Bizga ma'lumki, sanoat ishlab chiqarish jarayonida biz bevosita O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotda faoliyat ko'rsatayotgan yangi tashkil qilingan korxonalar sonini, ularni shulardan faoliyat olib borayotganlarni statistik ma'lumotlar asosida bazasini keltirganmiz. Slayddan ko'rib olasizlar bu yerda. Chunki bu yerda sanoat ishlab chiqarish jarayonidagi ularning bevosita ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmini taqqoslanadigan davrlardagi o'zgarishni tafsillaydigan ko'rsatishlar keltirib berilgan. Ya'ni aholi jonboshiga tushadigan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va hududlar kesimidagi taqsimoti ham keltirilgan.